Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan cho'chakning ismi Eshak va bulbul. Eshak bulbulni ko'rib mundaq debdi: "Sen bilan ko'rishgunimga nayt xursandman. Seni xalqlarning hammasi nayt mo'liq naqsha aytadi deydi. Menga biror naqsha aytib bergan bo'lsang, xalqning deganlari zodi qandaq, ovozing zodi shunchalik maqtuguvchiligi bormi yo'q, bir anglab baqsam" debdi. Shuningdan keyin bulbul bütün hünerini ishga sapdi. O naqshini shundoq chan keltirib aytibdiki, ovozi turib larzan yangrabdi, turib ajoyib to'lqinlanib chiqibdi. Muğluq kuydan keyin sho'x kuyni boshlabdi. Avvalgi kuy kishiga yiroqdan anglangan neyning ovozini eslatgan bo'lsa, keyingi kuy butkul o'rmonni shodmonlikqa to'ldiribdi. Bu esil naqshining kuychisi xandan urayotgan chog'da shamolmu tinchibdi. Qushlarmı nəğmə navasını toxtutubdu. Mügdək besib ketiyotgan padalarningmi uyqusi echilibdi. Padicimi xo'shallikdan yurk o'ynab ketibdi. Va o'ynayotgan joyida turolmasdan to'xtamay naqshiga quloq sapdi. Ba'zida hatto ayol hamrohiga mehribonlik bilan ko'z tashlab qo'yibdi. Naqsh tugabdi. Eshak salofat bilan beshini lang'ishitib qo'yib, uningga baho beribdi. Rastilla yomon emas ekan. Har holda xeli hunaring bor ekan. Har holda xeli huzurlangandek aytding. Biroq xo'rozning sayrashlarini anglasak, qaltis yayrab ketimiz biz. Agar sen xo'rozni ustoz tutib, unidan bir-ikki payda naqshi o'rganib olgan bo'lsang, texmi qaltis bo'lib ketgideksan, debdi. Bu gapni anglab bichora bulbul pirda uchib, biroqla osmonning qahriga chiqib ketibdi. Shunda qarg'u baholovchilarga uchrab qolishdan Alloh bizni o'z panohida saqlasin. Xayr xo'sh do'stlar, kelar qitimliq cho'chak aytish vaqtimizni ko'rishaylik. Xo'sh, Allohga omonat.